Assalomu alaykum azizlar, sizlardan svarchik nomeradim. Bugungi kunda dolzarb bo'lgan masala. Okey, apparat oldim, ishlatolmayapman. Videolaringizni ko'rib o'rganib oldim, svarka qilishni deb qo'ng'iroq qilayotgan odamlarga bu juda katta xato. Jigarlar, masofada o'rganib bo'lganda biz shuncha apparatni olib bekorga shuncha pul rasxod qilmasdik. Onlayn o'rgatardik, kichkinagina ofisda o'tirib olib, bir ikkita kompyuterni qo'yib olib, onlayn o'rgatardik. Shuncha rasxod qilmasdik, joylar arendaga olmasdik, to'pga lishniy pul, o'zimizning harakatlarimiz ertalabdan kechgacha yurib, undan ko'rib onlayn o'rgatganimiz yaxshi emasmidi? Jigarlar, bu xato narsa, bu xato fikr. Hozir apparat olaman, o'zim o'rganib olaman. Yo'q, o'zingiz o'rganib olganingizda hamma argonshik bo'lib ketardi. Apparat olib kuyib qolmang. Birinchi o'rganing, keyin apparat oling. Agar o'sha apparat olib qo'ygan bo'lsangiz, apparatingizni olib keling deb zarur o'quv markazimizda nastroyka qilamiz, ishlashni o'rgatamiz o'z apparatingizni. Joningiz sog' bo'lsin. Siz uchun svarchik nomer 1 o'quv markazimizda kutib qolamiz. Onlayn o'rgansa bo'ladimi degan fikrni esingizdan chiqarib tashlang. Joningiz sog' bo'lsin.